deydi. Ana oyuncağımız oldu. Ana attı da bitti dedi bak. Ana kursam bo'lib ketdi. Bolajonlar yaqindan ko'chib kelishgan bu yerga. Senimizga rahmat, o'yinchoqlar hadya qildi bularga. Alloh rozi bo'lsin, ota-onalarni mag'firat qilsin, joylarini jannatdan qilsin, Ana o'g'lim kursam. sadoqatlarni qabul qilsin. Hozirgi kunda dala joyda yashab turishibdi bular. Xursand bo'lyapti bolajonlar. Xursand bo'ldi bolajonlar. Ana deydilar. Buraya yaşattı. Koptoklar. Güzel. Aynan o'sha kerakli o'yinchoqlar bo'ladi. Ana katta deydi bular. Silkide de mi? O'yinchoqlar ham bor. chiqadi. Bular ham bor. Dala joyda yashashadi. Qirloq joyda. Dala joy. Yangi qurilish. Yaqinda hasharlardan qilingan. Hali oxiriga yetgani yo'q. Hozircha bitta xonada yashab turishibdi ular. Duoda bo'linglar birodarlar. Va o'zing hissa qo'shishlar mumkin bunga. Manga binadigan yo'qmi?